Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, bizni YouTube kanalimizga kuzatuvchi, bizni aziz muxlislarimiz, obunachilar. Hozir bu joyimiz Toshkentda, Yashnobodskiy rayonda, уже ko'pchilik kelib ham ketdi. Bu joyimizda hozir Anyabron va Gullar o'zimizning brendimiz asosida Yashnobodskiy rayon Tuzel metrosi bilan Almas metrosining o'rtasida bo'ladi, hurmatli obunachilar. Hozirda bu tomonda Tuzel korzinkasi bor va bu joyda Koshona restorani turibdi. Agarda bunday qaraganda hozir daraxtlar ortidan ko'rinmayapti, Koshona restorani bor. Shunda kelganinglarda hozir biz sizlarni mana shunday aksiyalar bilan kutib olamiz. Bularimiz hozir bizda aksiya. Kelganlarga albatta aksiya narxida qilib beramiz. Так, bu joyda klonlarimiz ham bor. Mana. Здравствуйте. Как вы записываете? Да. Я мешаю. Ну, захотите, там ребята есть. Bambuki у нас. Ой, bizda еще yana bambuklarimiz ham bor. Hop, bu joyda metrovый 80 santimetrlar, 90 santimetrlik bambuklarımızdan ham bor. Podstavkalarimizdan ham olib kelganmiz. Juda ko'pchilik so'ragan podstavkalarimizda har xillari bor. 6 talik, 8 taliklarimiz bor. Mana bunday fasonliklarimiz ham bor. Bu fasonliklarimiz 450 mingdan. Bu juda ham прочный materialdan qilingan. Bu hech narsa bo'lmaydi. Bulari именно temirdan yasalgan qizlar, profil. Xo'p. Mana shunday chiroyli ko'rinishda 470 mingdan edi. Imенно Toshkentdagi Yashnobodskiy rayonidagi joyimizda bunimiz hozir 450 dan qilib qo'ydik. Bemalol kelsalar bo'laveradi. Shunday kelganinglar chiroyli bambuklarimiz bor. Mana bambuklarimiz bor. Xo'p, spatifilumlarimiz mana cho'rniylardan bor. Har xil narsalar. Bu bonsaylarimiz 200 mingdan 150 mingdan aksiya qilib qo'ydik. Xo'p, keyin shunday ko'rganimizda mana shu joyda mana gullarimiz har xillari bor, bemalol kelsalar bo'laveradi. Xo'p, hostani 6 xili bor mana shu joyda. Bular hozir gollandskiy hostalarimizdan mana hop 70 mingdan. Har xil sortlari bor. Hozir hammasini ko'rsatamiz. Xo'p, bu ikkinchi sortimiz hozir hostani. Undan keyin mana bu joyda mana 3-sortimiz, mana bu joyda mana 4-sortimiz. Hozir 5-sortimizni ham ko'rsataman. 5-sortimiz mana bu joyda ekan. Mana bu 5-sortimiz. Hammasidan bor. Bemalol kelsalar bo'laveradi. Xo'p, zamya kokoslarimiz bor, ratsionalarimiz bor. Zamya kokosning katta kichikliklari hammasidan bor, cho'rnilari, nematantuslarimiz bor mana 70 mingdan. Nematantuslarimiz, xo'p, podstavkalarimiz, xo'p, klibiyalar 75 mingdan. Spatifilumlarimiz mana 85 mingdan. Har xil. Mana bunday postalarimizdan ham bor. Xo'p, hozir alohida obzor qilamiz. Mana shunday zamya ko'kos shunaqa tuvaylarga ekilgan chiroyli holatdagisi bor. Mana shunimiz 300 mingdan. Bundan hozir yuqoriga qo'yganimiz ham juda ham chiroyli chiqqan. Suvni kamroq ichadi, shuning uchun bezakka juda ham zo'r aytgan. Xo'p, undan keyin anturiumimiz bor. Mana hovli guli bu. Imенно anturium hovli gullarimiz ham bor. Bularimiz 90 mingdan. Kalataya ornatalarimiz bor mana 90 mingdan. Hurmatli obunachilar, hozir Xo'p, gardeniyalarimiz juda ham ko'p bu joyda. Anturium lolaliklarimizdan ham juda ham ko'p. Har xil ofisnoy kaktuslarimizdan ham bor. Mana chiroyli har xil ofisnoy kaktuslarimizdan bor. Xohlasangiz bunaqasidan bular hozir 85 ming tuvaga hamma narsasi ichida. Xo'p. Spatifilumda mana 80 mingliklar ham bor. Cho'rniyda 85 minglik mana anturiumlarimizdan bor 85 mingdan bular. Gardeniyalarimiz mana 70 mingdan, hurmatli obunachilar. Kaktuslarimiz mana juda ham chiroyli holatda. Xo'p, undan keyin paxiralarimiz bor mana kubik. Bularimiz 85 mingdan, bular 85 mingdan. Xo'p, medunillalarimiz mana 125 mingdan. Uje gullash holatda mana g'unchalari bilan juda ham chiroyli holatda. Xo'p, shunaqa chiroyli paxiralarimizdan ham bor. Undan keyin orxideyalarimiz bor mana. Klibiyalarimiz 70 mingdan. Xo'p. Mana anturiumlar, spatifilumlar, sanseveriyalar 110 mingdan bularimiz. Mana bularimiz hozir bizda aksiyada 100 mingdan qilib qo'ydik. Mana piostriyalarimizdan ham bor, ularimiz ham 100 mingdan narximiz tushib ketdi. Xo'p, ruskuslarimiz mana 85 mingdan ruskuslarimiz ham bor. Mana bu chiroyli dratsenamiz ham bor. Bular 75 mingdan, lekin go'zal. Juda ham go'zal, 75 mingdan. Mana bu dratsenalarimiz 80 mingdan. Mana bor bundan ham. Xo'p.
Undan keyin mana strelitsalarimiz bor, 130 mingdan. Kofelarimiz, mana kofelarimiz bor. 3 v 1 hammasidan xo'p. Tashkilotlarga, ya'ni magazinlarga, ofislarga oladigan bo'lsanglar, mana shunaqa chiroyli shefleralarimiz bor. Xuddi bular искусственныйga o'xshaydi, lekin bular живой. Juda ham ko'pchilik kelib shunday ushlab ko'ryapti. Nima deydi? Живойmi bu, искусственныйmi deydi, lekin bularimiz albatta tabiiy. Mana shunday chiroyli bonsaylarimiz bor. Hozir bu ko'pchilik holda turgani uchun unaqa chiroyli chiqmayapti. Hozir alohida oladigan bo'lsak, bu juda ham chiroyli turibdi. Ofislarga juda ham zo'r aytadi. Undan keyin mana bu yerda chiroyli qilib podstavkalarga gullarni terib qo'yganmiz. Tuvaklarimiz, hamma narsamiz bor. Imенно mana shu yerga kelsalar, o'zimiz qo'llarimiz bilan ekib beramiz gullarni chiroyli qilib. Uylarga juda ham chiroyli chiqadi. Oq tuvaklar yorqin bo'ladi, juda ham chiroyli ochadi. Shuning uchun hammanglarni taklif qilib qolamiz. Hozir shunaqa qilib chiroyli dizaynni ham qilib beramiz. Xohlaganinglardek qilib shuni ham chiroyli chiqqan. Bu joyda to'g'ri 4 ta gul qo'yib qo'yganmiz, lekin 3 tasi bilan ham juda ham chiroyli chiqadi. Har xil fasonlarda qilib qo'yganmiz. Hurmatlilar, kvasarlarimiz, asmakot, HB, hamma narsalar, gruntlarimiz, tuvaklarimiz bor. Bemalol kelasizlar, shu guldan ekib berasizlar desanglar, ekib chiroyli qilib beramiz. Siz unga faqat yil bo'yi suvini quyib tursangiz bo'ldi. Parvarishlarini hammasini biz o'zimiz qilib qo'ygan bo'lamiz. Hurmatlilar, barchalarni kutib qolamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.